kechqurun 6dan keyin ovqat yemasligi sizni ozdirishini men isbotlab bermoqchiman. Ekranga yaqinroq o'tiring. Aslida biz ozishimizni hech qanaqa soatga bog'liqlik joyi yo'q, lekin inson tanasini o'zini biologik soatlari mavjud. Bu biologik soat bizani quyosh chiqishimiz va quyosh botishimiz bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Quyosh chiqqanda bizani tanamiz barcha mahsulotlari tezda energiyaga aylantiradi. Hazm sistemamiz yaxshi ishlaydi. Lekin quyosh botishi bilan, ya'ni o'sha 6dan keyin oshqozon kislotasi kamayadi, insulin sezuvchanligi pasayishni boshlaydi va metabolizm ham sekinlashadi. Ya'ni o'sha hazm faoliyati sekinlashadi. Natijada kunduzi yegan uglevodlaringiz energiyaga tezroq aylanadi, lekin kechki payt iste'mol qilgan uglevodlaringiz sizni tanangizda zaxira yog' sifatida saqlanishni boshlaydi. Shuning uchun ham siz ozmoqchi bo'lsangiz, tanani biologik ritmlariga yaxshilab e'tibor bering va 6dan keyin ovqatlanmang. Shundan keyin siz o'zingizni tanangizda juda ham zo'r o'zgarishlarni ko'rish boshlaysiz.